Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. YouTube'ga bir video joylayapmiz, anchadan bir joylaganimiz yo'q. Bu texnikamiz go'ng sepadigan apparat, 5 tonnalik. Buni 5 tonna, 10 tonna, 15 tonnagacha tayyorlab beramiz. Hop, mana shogirdlar hozir ish jarayonida. Mana hozir apparatimiz deyarli tayyor bo'lib qoldi. Ho'l quruq tanlamasdan luboy go'ngni sepaveradi. Ichki qismlari, tortuvchi qismlari. Bu 5 tonnaligidan 5 tonna, 10 tonna, 15 tonnagacha tayyorlab beramiz. Buni narxini sirraz aytib o'tib ketamiz. Hozirgi kunda 2-avgust sanasiga narxi 5 tonnaligi 50 million, 58 million so'mdan bo'lyapti. Bu tomonda bo'lsa, mana kombaynlarimiz remontga kelib turibdi. Hop. Mana shu ko'chada turgan kombaynimiz ham sotiladi. Bu kombaynimiz fasol chiqarish uchun mo'ljallangan. Fasol, lo'ya, mosh no'xat chiqaraveradi bemalol. Bu kombaynimiz hozir sotuvga tayyor holatda, jatkali. 1 yil garantiyalar bilan tayyorlab beramiz. Narxi $10,500. Aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Xudo xolisa garantiyalarni qilib beramiz. Sindirmasdan toza chiqaradi, 98% butun chiqaradi. To'kmaydi, chachmaydi, orqasiga otmaydi. Xo'p, hozirgi sizlarga yana bitta kombayn ko'rsataman. Ichkaridagi kombaynlar Samarqanddan remontga keldi. 2 ta kombayn. Ularni ham shunaqangi holatga keltirib beramiz. Hozir bu o'sha remontga kelgan kombaynlarga qo'yiladigan zapchastlar. Tomonda elevatorda ramalar tayyor bo'ldi. Bu texnikamiz mollarga yem tarqatish uchun xizmat qiladi. Mototsiklga o'rnatib beramiz. Hajmi 1 tonna oladi. 1 tonna silosda bemalol 2 tomonga tarqatish vazifasini bajaraveradi. Hozir mana shu kombaynlar remontga keldi. Bu oldin tagida shinak bo'lgan, pastki qismida o'sha shinakni olib tashlab tagiga elevator qo'yyapmiz. Mana bu yonbosh qismiga 500 kg hajmdagi bunker qo'yyapmiz. Orqasiga o'sha bunkerni ustiga tashlash uchun lenta qo'yib beramiz. Keyin mana bu oldi qismiga shinak qo'yib beramiz. 1 metrga 1 metr. O'sha ustiga tashlasa o'zi olib kirib ketaveradi. Oldingilarimizda biz ham xuddi shunaqa qilganmiz. Og'iz bundan ko'ra kattaroq bo'lardi-ku. Majburlab solinadi-da xolos bu yerda. Endi biz qilib beradiganimizni ustiga tashlab qo'ysa olib kirib ketaveradi. Ish unumdorligi ancha tez bo'ladi. Keyin bu kombaynlarda masalan orqada 2-3 kishi ishlaydi. Biz qilib beradiganimizni faqat odam toptirsa bo'ldi, orqadan ish kerak emas. O'zini-o'zi tozalab, o'zi ish bajaraveradi. Bu kombayndan 2 ta kelgan. Hozir buni sherigini ham ko'rsataman. Mana shu ikkinchisi. Buni ham ikkovi ham bir xil, bitta joydan olingan, bo'kadan olingan ekan. Biz buni o'sha buni egalari olib kelib tashladi bizga. Ikkovini ham o'zimiz chiroyli qilib remont qilib beramiz. Hozir mana shu joyga bu kombaynlar qanday holatga kelishini ham rasmini qo'yib ketaman. Mana shu joyda shu rasmni tomosha qilsalaring bo'ladi. Yonboshda shinagi, orqasida lentasi, elevatori bor. Ko'rsalar bo'ladi, mana shu holatda bo'ladi. Xo'p. Endi bu kombaynimiz mana shu holatdan o'sha hozirgi rasmdagi holatga o'tkazdirib beramiz. Bu kombaynlar kamchiligi bor. Bizga kelganda sindiradi dedi, orqadan otadi dedi. O'sha kamchiliklarini yo'qotib ham beramiz. Aqlimizga yetadi, xudo xolasa o'sha narsalarni qilib beramiz. Toza, chiroyli holatda chiqaradi. Keyin bu kombaynlar hozir mana shu oldiga borimda qo'lim bilan ko'tarsam, og'anab ketadi, ko'tarilib ketadi. Sentrovkasi yo'q. O'qni o'rtaga qo'yib qo'ygan, oldiga bosib turmaydi. Kimdir ertadan keyin bola chaqa o'ynaydigan bo'lsa, ko'tarilib ketib bosib qolishi hech gap emas. Shuning uchun biz shu mostlarni ham surib berishga tayyor qilganmiz. O'zimizda kombaynlarimiz bor. Mana bu kombaynimiz ham o'sha shinakli holatga moslab tayyor qilib qo'yganmiz. Zakaz bo'lsa shuni bitirib beramiz. Bu ham deyarli 80% bitgan holatda turibdi. Endi ikkinchisi mana bu kombayn. Ikkovi hozir nargi yangi, bu rabochiy. Lekin o'qlari to'g'ri, ishlashi chiroyli kombayn. Buni ham garantiyalari bilan orqasidan otmaydigan qilib tayyorlab beramiz. Kimga kerak bo'lsa, buni narxini sal arzonroq chiqarib beraman. Masalan, hozirgi kunda yonidagi shinakli kombaynlar narxi 80 million, 75 million chiqadigan bo'lsa, buni
arzonroq qilib beraman. 65 million qilib beraman. 10 million arzoniga. Hech qaydada farq bo'lmaydi. Faqat turbasi eski bo'ladi, o'qi eski bo'ladi xolos. Qolgan joyi yangi qo'yiladi. Sizlar o'ylasanglar mumkin, unda boshqa joylar eski bo'ladi. Ventilyatori ham yo'q-da, ventilyatorni ham yangi qo'yib beramiz buni. O'shani hisobga olib qo'yasizlar. Shiniklari yangi yasaladi, tayi yangi yasaladi, setkasi boshqa qo'yiladi. Faqat buni o'qi eski xolos. Ichida, mana ustida turbasi ham hech qancha ishlamagan, yeyilmagan. Biz buni chotka qilib remontini qilib beramiz. Shunaqa gaplar. Jatkali ham qilib beraveramiz, jatkasiz ham. Qaysini o'tgan yili rasa ko'pchilik so'radi bizdan. O'sha bunker qo'yib, orqasiga lenta qo'yib, tagiga elevator qo'yib berdik. Iloji bo'lsa aka, mana bu shini qo'yib beriladi. O'tgan yili zakazimiz ko'pligi uchun qila olmadik. Endi mana bu yil xudo xolasa sezonga tayyorgarlik ko'ryapmiz hozirdan. Mana shular nalichida tayyor pashti. Bu nargi kombaynlardan katta kombayn bu. Uzunligi ham uzun. Turbasining diametri ham katta mana ularda. Ular mingligi bo'lsa, bu 1200. Masalan, ular ho'l narsani chiqarganda orqasini otadigan bo'lsa, bu umuman otmaydi bu. Sindirmaydi ham, boshqa ham qilmaydi. Men javobini beraman. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Go'ngsepay deganlarimizni ham aytib o'tdik. Uni 5 tonnadan 15 tonnagacha tayyorlab beramiz. Qaysi biridan kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Agrotexnikalar bo'yicha xudo xolasa qo'limizdan kelgancha narsalar tayyorlab chiqaryapmiz. Sifatli qilib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.